Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi marta Instagramda mana reklama qo'yaman. Bu mani birinchi reklamam. Inshaalloh, alhamdulillah. Allohimni o'zi barakatli qilsin. Menga ham reklama beruvchi insonga ham tortimni reklama qilib bering dedilar. Keyin xursand bo'ldim. Birinchi reklama bo'lganligi uchun mayli dedim, reklama qilib beraman, lekin tam yaxshi bo'lishi kerak. Men odamlarning o'zimga bo'lgan ishonchini qandaydir pulga yo boshqa narsaga so'ndirib qo'yishni xohlamayman. Yolg'on gapirib, o'zim yemagan, farzandlarim yemagan narsani birovlarga ravo ko'rmayman dedim. Taxladim tortda shunaqa zo'r bo'ldi. Bachalarimni kayfiyatidan ham bilsangiz bo'ladi qanday chiqqanini tortdi. Menga rosa yoqdi, lekin arzigan rostdan ham. Mana shu nomerga telefon qilinglar. Inshaalloh hammamizga barakatli bo'ladi. Juda arzon. Eng qizig'i 20 ming so'm. Bitta medovitni narxi Optimga 20 ming so'm beryaptilar. Optim 20 ming so'mdan olib, mana shunaqa to'yimli katta oilaviy hatto iftorlarga qilsa ham bo'ladigan tort tayyorlasa bo'lar ekan.